Demak, assalomu alaykum hammaga. 3-masala yechimini o'rganishni boshlaymiz. Masala quyidagicha. Markazi O bo'lgan, radiusi R ga teng bo'lgan bir jinsi doira plastinkadan K sektori kesib olinib, kesik chiziqlar bilan ko'rsatilgan joyga yopishtiriladi. Mana bu qism kesib olinyapti, mana bu joyga yopishtirilyapti, deyapti. Shunga ko'ra plastinkaning og'irlik markazi necha R birlikka siljiydi degan savol berilgan. Demak, 30 gradusli sektor kesib olinyapti. Xo'p, biz bu masalani yechishni quyidagicha yo'l tutamiz. Aynan mana bu radiusni to'g'riga davom ettiramiz. Bu qismini esa bunaqasiga davom ettirib olamiz mana. Va aynan mana shu 30 gradus sektorga nisbatan simmetrik joylashgan yana bitta 30 gradusli sektor hosil bo'ladi. Sektor hosil bo'ladi. Xo'p, demak bu sektorimiz mana shu yuza. Mana shu sektor. Xo'p, mana shu sektor hosil bo'ldi. Endi e'tibor bering. Mana shu sektorda massasi qancha? Buni aniqlash uchun 30 gradus e'tibor bering. Butun aylana necha gradus bo'ladi? 360 gradus bo'ladi. Buni 30 gradusga bo'lsam, ya'ni 30 gradusli qilib sektorlarga bo'lib tursam 12 ta bo'lak chiqadi. Bitta bo'lagining massasini m deb belgilayman. Buni massasi m bo'lsa, buniki ham m bo'ladi. Jami 12 ta bo'lak bo'lib, ikkitasini oldikmi? Bu yoqda 5 ta bo'lak, bu yoqda 5 ta bo'lak qolishga. Demak, bu yoqda massasini 5m deb belgilayman, bu yoqda massasini 5m deb belgilayman. Jami 12 massaga ega bo'ldi. Har bir 30 gradusli sektorlar, mana yana bitta 30 gradus sektor olishim mumkin, masalan. Buni massasi m bo'ladi. Yana bitta 30 gradus sektor olishim mumkin, m bo'ladi va hokazo mana. 5 ta bo'lakka bo'laman, 5m massa bo'ladi. Demak, buni bo'lib o'tiramiz, shunchaki 5m massaga ega mana bu qism, pastki qism yana 5m massaga ega. Mana bu ikkita 30 gradus sektorlar m massaga ega bo'ldi. Xo'p, endi mana bu qism kesib olinib, mana bu joyga yopishtirildi deyapti. Demak, mana shu 30 gradusli sektor massasi m. Mana bu qismga joylashtirildi. Demak, mana bu qismga o'tibdi bu. Xo'p, endi bizga sistemaning massa markazi qanchaga siljishi savol berildi. Avval doira bo'lib turgan plastinkaning og'ir markazi qayerda edi? Mana o'rtada, O nuqtada edi. Keyin qanchaga siljidi dedi. Buning uchun quyidagicha yo'l tutamiz, qarang. Xo'p. Mana bu 5m bilan 5m ikkalasining og'ir markazi simmetrik joylashgani uchun qayerda bo'ladi? Aynan mana bu o'rtada bo'ladi. Qancha bo'ladi jami massa? 5m 10m massaga ega bo'ladi. Endi mana 30 gradus sektor bilan bu 30 gradus sektor qanday turibdi hozir ikkalasi? Simmetrik turibdi. Ikkalasining og'ir markazi ikkalasining o'rtasida bo'ladi. O'rtasida bo'ladi, umumiy massasi ikkalasining 2m bo'ladi. Xuddi shu chizmani qaytadan chizib olaman, qarang. Mana 10m massa mana bu yerda, o'rtada masofa radiusga teng, mana bu yerda 2m massa bor. Endi mana bu demak, tepadagi, pastdagi katta ikkita sektorning umumiy massa markazi mana bu yerda, O nuqtada, ko'ryapsiz? Xo'p, mana bu ikkita sektorda og'ir markazi 2m massa turgan joyda mana. Endi mana shu tizimning birgalikdagi og'ir markazi, mana bu tizimning og'ir markazi qayerda degan savol bo'lyapti bizda. Xo'p, biz mana bu yerdan 10 tomonga qarab 2 o'g'in o'tkazib o'ramiz mana. Xo'p, bir chekka qo'yib ishlasak ham bo'ladi. Ya'ni og'ir markazdan tayanchga qo'ysak, mozdan turib ishlasak ham bo'ladi yoki massa markazining koordinatlari formulasi qo'ysak ham bo'ladi. Formula qanaqa edi bizda? m1 x1 m2 x2 mahrajda m1 plus m2. Bizda m1 da o'rnida 10m kelyapti. Koordinatasi x o'g'ini 0-nuqtasida turibdi. Koordinatasi 0 bo'ladi. Qo'shilgan 2m massa koordinatasi x2 deylik, bu r ga teng bo'lib turibdi. Mana bu x1 0 ga, mana bu m1 10m ga, mana bu m2 2m ga teng bo'lib turibdi mana. 2m ko'paygan r bo'ladi, mahrajda yig'imda 12m bo'ladi. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, mana bu 0 ketadi. 2m ko'paygan r 2m ko'paytirilgan r bo'lingan 12m bo'ladi. Bu yerda m lar qisqarib ketadi va 1/6 r degan javob chiqadi. Demak, qancha uzoqlikda bo'lar ekan? O nuqtadan 1/6 r uzoqlikda bo'lar ekan. Masalan, mana bu yerlarda bo'ladi. Mana shu yer bizda x 0 bo'lyapti. Qancha chiqyapti bu? 1/6 r chiqyapti. 1/6 degan javob bizda A javob bo'lar ekan.